Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti filiali talaba volontyorlari tashabbusi bilan Toshkent shahrida ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan "Birga yuraklarni istamiz" nomli xayriya aksiyasi tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz reportajida. Tadbir doirasida xayriya yarmarkasi tashkil etilib, unda Yangi yil sovg'alari, qo'l mehnati bilan tayyorlangan buyumlar va uy sharoitida pishirilgan mahsulotlar o'rin oldi. Shuningdek, mehmonlar uchun ijodiy mahorat darslari, musiqiy hamda raqs chiqishlari namoyish etildi. Tashkil etilayotgan birgalikda qalblarni istaylik xayriya tadbiri barcha ko'ngilli talabalar tomonidan tashkil etildi. 2022-yildan boshlab mana shunday xayriya tadbirlari muntazam ravishda amalga oshirilib kelinadi va tashabbuskor bo'lib o'zlarining g'oyalari bilan albatta chiqishadi. Yarmarka davomida yig'ilgan mablag' 25-dekabr kuni G'azalkent shahrida joylashgan 125 sonli maktab internatida bo'lib o'tadigan bayram dasturini tashkil etish va bolajonlarga bayram sovg'asini olish uchun yo'naltiriladi. Bu tadbirlar barcha universitetlarda keng miqyosda o'tkazilishiga deb hisoblayman. Chunki har bir odam ozgina bo'lsa ham 2000 so'm, 5000 so'm bo'lsa ham o'zini hissasini qo'shib kimdirni xursand qila olishligi shart deb hisoblayman. Aksiyaning asosiy maqsadi imkoniyati cheklangan va sog'lig'ida muammolari bo'lgan bolalarga bayramona kayfiyat ulashish, shuningdek, yoshlar orasida mehr-oqibat, ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan. Bu kun Go'zal Shodiyeva, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.